Gullarimiz 4 xil rasvetkada bo'ladi. Narxlari undan gul olishdan qat'iy nazar 3 ta guldan ko'proq gul olsa men uchun optim hisoblanadi. Bilan birga bir. Narxi 250 ming so'm. Yana ham arzonroq variantlarini ko'rsataylik. Narxi 190 ming so'm. Mana 90 ming so'mdan bu bo'yi 150 sm. Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar bilan yana men Ispandiyor Dekorim. Bugun sizlarga yana narx-navolarimiz haqida to'liqroq variant beramiz. Chunki oldingi videomizda ozgina kamchilik bor ekan. Kamchiligimizni bugun to'g'rilab ketamiz. Qo'ldan kelgancha kommentariyada ko'rib o'qib chiqdim. Narx-navolarda yaxshiroq, aniqroq yoritib bermayapsizlar. Gullarni ko'rdik, chiroyli ekan, faqat narxini aniq aytinglar deyapti. Bo'ldi, gap so'z yo'q, xudo xolasa bugun narxlarni aniqroq optim yo'ladiganlarga yana ham arzonlatib beramiz. Assalomu alaykum, Marhum opa. Va alaykum assalom, Ispandiyor, xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. Yana bu do'konni tashrif buyurdik. Hozir qarang, Marhum opa, o'tgangi videomizda ozgina kamchilik bo'libdi. Bugun shu kamchilikni to'ldirib ketamiz. Ko'p muhokamaga sabab bo'lgan narsa gullarni narxlarini aniqroq yoritmayapsizlar debdi. Hozir shunga bahor gullarimizni ham ko'p so'rashgan, dekorativniy gullarni ham shularni birinchi bo'lib bahor gullardan boshlasak narx-navosini aytishdi. Bo'ldi, tushundim. Bu yerda bahor gullarini ko'rsangiz bo'ladi. Bahor gullarimiz hozir razmerlari tugab qoldi. Hozirda eng kichkina razmerim bilan katta razmerim qoldi. Bahor gullarimiz 4 xil rasvetkada bo'ladi. Narxlari 950 ming so'm. Agar optim olganlarga, bizda optim deganim qanaqa mendan gul olishdan qat'iy nazar 3 ta guldan ko'proq gul olsa men uchun optim hisoblanadi. Menga qanaqa kichkina kattasini farqi yo'q, optim narxda qilib beraman. Hozirda bu gulimizni 950 ming so'm deb baholayapmiz. 950 ming so'm. 950 ming so'm, bo'yi 230-220 sm chiqadi. Bu gulimiz bor, bu kichkinaroq variantimiz. Bu gulimizni bo'yi 120 sm chiqadi. Buni narxi 280 ming so'm qilib beramiz. Buni 4 xil rasvetkalari bor, xohlagan rangida tayyorlab beramiz. Aytganimizdek, 3 tadan oshiq bo'lsa, optim hisoblanadi, keyin narxi o'tib beriladi optimiga. Xo'p, bu tomon. Keyin bu gulimizdan boshlasak, mana bu gullarimiz bor, bo'yi 70 sm chiqadi. Mana buni ko'rsangiz bo'ladi. Men hozir do'kon narxida 160 ming so'm kamini qilib beraman. Internet orqali savdolashilmaganligi uchun 130 ming so'mdan agar optimga oladigan bo'lsa, yana ham narxini tushirib beraman. 130 ming so'm donaga aytilyapti hozir. Narxlarini, nimalarni, rasvetkalarini ko'rsatsangiz bo'ladi bu yerda. Ibirlarimiz bor. Keyin bu razmerda gullarimiz bor. Bularimiz bo'ylari 130-140 sm chiqadi. Bularimiz 250 ming so'mdan. 250 ming so'm. Mana bu tabiiy bilan birga bir. Bu ham shunaqa 250 ming so'm. Ikkiga mana bu yerda rasvetkalarini ko'rsak bo'ladi mana. Boshqacha niqada biberlarini, bular ham 250 ming so'mdan. 250 ming so'm. Mana bu tarafni ko'rsangiz, bular ham shunaqa 250 ming so'mdan. Mana 250 minglik gullarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana bular ham 250 ming so'm. Oldidagini ko'rsatsangiz bo'ladi. Bular ham xuddi shunaqa narx. Yaqinroqdan ko'rsatsangiz, bundan jivoyga o'xshab turadi. Jivoy bilan birga bir. Narxi 250 ming so'm. Qaytaraman. Donaga bu. Agarda 3 tadan oshiq bo'lsa, aytib o'tgandek optimiga arzonlatib beriladi. Bu ham shunaqa mana. Xo'p, bu dekorativniy gulimiz. Buni ham aytaylik-da. Dekorativniy gulimiz yangilik bo'lgani uchun hozir buni narxini 900 ming so'm qilib belgiladik. Agar 3 tadan baland ko'proq olgan odamga buni ham kamini tayyorlab beramiz. Dekorativniy daraxt gul mana. 900 ming so'm narxi kamini qilib beriladi. Bularimiz yangilik. Bambuk daraxti deb keldi hozir. Bu ham shunaqa narxda, hozir 1 million narx belgiladik. Buni ham kamini qilib beramiz. Bu baland bo'yi, ich gulida. Buni boshqa gruppalarda ko'rsa, agar buni ko'pgina ozligiga qarab bo'ladi. Bizda buni ko'proq qilib tayyorlaganmiz. Mana shoxlari ko'proq ko'rsatsangiz bo'ladi orasida. Qimmat deysa, buni barki ko'proq bizdagisi. Yana buni ozroq tayyorlab ham narxini kamaytirib qilsak bo'ladi. Narxi 1 million so'm. 1 million so'm. Bunimiz bu qanaqa daraxt bu? Bu yangilik daraxt. Bunimiz narxi 850 ming so'm. 850 ming so'm. Bu ham xuddi shuni rasvetkasi, ko'rinishi boshqacharog'i. Buni narxi ham shunaqa 850 ming so'm. Kelgan bunaqa gullarimiz kelgan, banan gullarimiz mana. Banan gullar. Bo'yi
2 metrlarcha chiqadi. Buni narxi 500 ming so'm. 500 ming so'm. Buni ham shunaqa varianti bu. Bu uni sal balki boshqacharoq Balki varianti. boshqacharoq. Bo'ylari bir xil, mana olsangiz bo'ladi. Bunimizni narxi 700 ming so'm. 700 ming so'm. Buni ham bu 2 metrdan oshiq. Mhm. Mana bu tarafda ham. Bu tarafda ham. Bu tarafda ham karambak deb o'zimiz xalq tilida qo'yib olganmiz. Aha. Bu gulimiz ham bor. Buni narxi 500 ming so'm. 500 Bo'yi 180 cm. Mana bu yerda boshqacharoq mana yo'l poloska aralashmagan, unaqa zeleniy rangdagisini ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu ham shu narxda. Vibrlarimiz juda ham ko'p. Vibrlar ko'p. Mehmonxonaga, kuxnaga bemalol qo'yib, zallarga ham, hol koridorlarga ham qo'ysa bo'ladi, chiroyli. O'zimizni bop, yana ham arzonroq variantlarini ko'rsataylik. Arzonroq variantlarimizdan bu gullarimiz bor. Narxi 190 ming so'm. Agar optim oladigan narxlarga yana ham kamaytirib beramiz. 180, 170 unaqa qilib kelishilgan holatda qilinaveradi bular hozir. Bu ham ustidan ko'paysa agar Narx kamayaveradi. Ikkiga undan ham arzon variantimiz bor. Bular bor mana. 90 ming so'mdan bu. Bo'yi 150 cm. 150 cm. Narx 90 ming so'm. 90 ming so'm. Agar buni ham xuddi shunday 3 tadan oshiqcha ko'proq olgan obunachilaringiz uchun yana narxini tushirib beramiz. Mana har xil varianti bo'ldi. Endi ichkariga kiramiz. Ichkarida gullarimizni ham narxini aniq aytib o'tamiz. Mana shundan boshlaylik. Mana buni hozir xudo xohlasa yangi kelinchagimiz uchun tayyorlab berdik. Hozir tayyor bo'ldi bu gulimiz. Hozir buni 1 million 200 ming so'mga tayyorlab berdik. Gullari izolon, Turkiya izolon gullari bular mana yuviladi. Yuvib, artib ishlatsa bo'laveradi. Nam trapkalarda ham artsa bo'laveradi buni. Bo'yi mana ko'rib turibsiz, 2,30 cm chiqadi. Shundan ham baland. Buni mana bu tanlab olish imkoni bor. Endi bu yerda boshqacharoq varianti. Bu ham xuddi shunday narxda chiqdi hozir. Bu ikkalasi hozir zakazga ketyapti. Xudo xohlasa yana tayyorlab beraveramiz. Boshqa unaqa tanlagan gullaridan. Aytsanglar, vibrlarni qilib beriladi. Mana bu gullarimiz ham. Bu gullarimiz bor. Buni mana misol bunaqa temirli vazalarga, stiklarni vazalarga qo'ysanglar bo'ladi. Buni narxi mana ko'rsanglar bo'ladi bo'yni, gullari ko'proq bo'ladi. 35 ming so'mdan, 30 ming so'mdan qilib beramiz. Yana ham buni ham ko'p olaman degan klientlar uchun narxlari yana optim narxiga tushiriladi. Hozir buni bitta nimasi, donasi? Bitta donasi, mana shu turishi vetkasi 30 ming so'mdan. 30 mingdan. Mana buni ranglari oq, ko'kidan, har xil ranglari bor. Bular asosan 3 xil rangda keladi. Mana shu rangda bor. Ranglarni har xil qilib, assortiment qilib bitta vazaga agar aytsak berasizlar buni ham. Bu ham anaqasi bor. Bundan daragul tayyorlasak ham bo'ladi. Agar kimgadir yoqayotgan bo'lsa, xuddi bahor guliga o'xshab, bu maydaroq variantidan ham tayyorlab beramiz. Imkoniyati bor. Endi ko'proq sovg'a boblarini aytaylik, ixchamroq, sovg'a boblari podarkaga berishadi, misol tug'ilgan kunlarda. Shunga boblardan ko'rsating. Misol mana gullarni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana. Mana hozirda bizda anaqa sovg'a bob. Yoshlarga ham, onalarga ham, misol tanish, yosh tanlamaydi bu gulimiz, atirgul, modasi ham o'lmaydi, yuviladigan. Mana shu gullarimiz bor, narxlari 210 ming so'mdan. Mana chiroyli, yozuvlari bilan chiroyli qilib dastavkalarni chiqarib beramiz. Buni mana rasvetka rangini ko'rsangiz bo'ladi. Qizil atirgulli variant. Ana hozir aytib o'tganingiz dastavkasini ham aytaylik, dastavkamiz borning. Hozir Andijon shahriga bepul. Andijon shahriga o'zimizdan bo'ladi. Andijon tuman va 12 ta viloyatlarimiz barcha shahar tumanlariga klientimizni o'zining hisobidan bo'ladi. Bo'lsa kelishilgan holatda ular. Mana stoykali gullarimizni ham aytaylik. Stoykali gullarimizga ham talab bor. Chunki mehmonxonaga, kuxnaga, boshqa zallarga ham qo'ygani dekorativni bu ham. Mana bunimiz hozirda biz yangilik qilib o'zimiz tayyorladik buni. Izolon gullarni hozir bunaqa stoykaga tayyorladik. Buni narxi 650 ming so'm.
Shu podstavkasi bilan birga 650 ming so'm. Buni qimmatligini sababi bunaqa qimmat narsa qilingan. Izolon, original gullar. Keyin mana bu yoqdagi gullarni ko'rsangiz, mana nari tarafidagisi bor. Mana bu yoq hozir nari ko'rsak anora ko'rinadi. U gullarimiz bor, uni narxi arzonroq bo'ladi mana. Bu 650 ming so'm bo'lsa, bu gullarimiz 450 ming so'm. Mana gulini o'zi obunachilaringiz farqlab olsa bo'ladi. Bu bilan bunga dekor narsalarimiz ko'proq ishlatilgan. Bunaqa patlardan qo'yilgan, bunaqa izolon turetskiy gullardan qo'yilgan. Bunda bunaqa yiltiroq eski vipiskadagi gulimiz. Hozir buni narxi 450 mingga tushgan. Buniki 650 ming so'm. Ikkagim buni narigi izolon gulda yana ham kattaroq, bogatiyroq gulimiz bor. Bu gulimizni narxi 800 ming so'm bo'ladi. Podstavkalari bilan birga. Aytganimdek, podstavka bir xil, no gullarini qimmat arzonligiga qarab narxlar ko'tarilyapti. Gullarda farq bor. Gullarda farq bor, sifatida, katta kichikligida. Bu ham yuvilaveradi. Yuviladi hamma gulimiz, yuvilib ishlatsa bo'laveradi. Mana buni boshqacha rasvetkasini ko'rsangiz bo'ladi. Sifatlariga gap yo'q bunda ham, hammasi zo'r. Mana bunimiz ham, buni ham yangi kelinchakka narigini qilsak, buni uy ko'rdiga olishdi. Hozir zakazga tayyorladik buni. Buni narxi 1 million 250 ming so'mga tayyorlab berdik. Krupniy olsangiz ham bo'ladi. Juda chiroyli, yangili vibr gullarimiz. Ranglari ham juda chiroyli, uyda ochadi, har qanaqa remontga to'g'ri keladi. Buni mana toshlari ham bor, chiroyli. Bu hozirgina tayyorlandi bu. Bu hozir zakazga tayyorlab berdik. Klientimiz qarab turibdi, olib ketadi hozir buni. Yana boshqalariga ham ranglarini yo bo'lmasa xuddi shu guldan ham tayyorlab beraveramiz. Xo'p, endi bu tarafdagi gullarimiz. Xohlasa mehmonxonaga, xohlasa kuxnyaga, xohlasa pirixoshkaga, qanaqa joyga bo'lsa aytaveradigan universal gulimiz. Tay temir podstavkali. Buni narxi 700 ming so'm. 700 ming so'm. Sinmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bu rasvetka rangi mana. Ko'k rangida. Buni ham rangi narxi 700 ming so'm. Bularimiz ham mana. Endi qandilli gullar bilan stol-stoldi gullari. Misol mana gulimiz bor. Bu gulimizning narxi 550 ming so'm. Bu katta variantda bor. 18 tadan yuqori bo'lgan stol-stollar uchun buni narxi 650 ming so'm. Mehmonxonalar uchun bu gullarimiz bor mana. 450 ming so'm, 400 ming so'm, 380 ming so'm. Guliga qarab, Guliga qarab, idishni baland-pastligiga qarab narxlar qo'yilaveradi. Mana qadrdonlar, bahor gulimizni ko'k rangli variantidan ham bor. Mana buni narxlarini aytib o'tamiz. Bahor gullarimiz 1 million kamini qilib beramiz. 1 million narx belgiladik. Kamaytirib beramiz. Kami bor bahor gullarimizni. Ikkagina bu malacha gulimizni bu kichikroq variantida bor. Bular 950 ming so'm kamaytirib beramiz. Har bir aytgan narxlarimizdan kamini qilib beramiz. Skitkasi bor. Bu gulni ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Ofislar uchun, darvozaxonalar uchun, огородlarga qo'ygan juda chiroyli gul. Buni narxi dekorativniy gul. Buni narxi 1 million 200 ming deyapmiz. Buni ham kamaytirib beramiz. Buni bu rasvetkasini ko'rsangiz bo'ladi. Bu ham xuddi shunday. Hozir tagida paqirchasini qo'yganim yo'q. Bunga o'xshagan paqircha bo'ladi tagida. Demak, shu qo'yganda ham balandlashadi. Balandlashadi. Bu ham 1 million 200 kamini qilib beramiz. Yana yangili gullarimizni aytaylik qani. Yangili gullarimiz yana bu gullarimiz kelgan liliya gullarimiz. Buni 4 xil rasvetkasi bor. 500 ming so'm deyapmiz, kamaytirib beramiz. Kami bor. Kelishilgan holda kamini qilib beramiz. Bu gullarimiz bor. Juda katta, bo'yi baland, 220 buni bo'yi. Bunimiz ham 1 million 200 kamaytirib beramiz. Buni 4 xil rasvetkada bor. Bo'yi kattaligi bu 250 mingdan boshlanadi. Eng kichkina razmeri bo'yi 120 bo'ladi. Hozir bu eng kattasi. Bu gulimiz bor. 1 million 200 ming kami bor deyapmiz. Buni ham kamaytirib beramiz. Bu ham yangilik, bahor guliga o'xshagan gul, lekin yangicha gulini ko'rsatsangiz bo'ladi. Yangicha variantda bu. Bahor gulidan boshqacharoq. Buni oq rangi, ko'k rangi bor. Buni ham kamaytirib beramiz. 1 million 200 ming narx belgiladik.
Hozir kelishilgan holda. buni bo'ladi. narxi qancha edi? Buni narxi 1 million kami bor deyapman. Bu hozir eng katta varianti. Bo'yi 230 cm. Bu eng katta varianti. Balandligini ko'rib turibsizlar. Bundan yana kichikroq razmerlari bor. Hozir narxlari arzonroq bo'ladi. 250 mingdan boshlanadi asosan buni narxi. Eng kichik 250 ming. 250 ming so'm. Bo'yi 120 bo'ladi. Yana bitta yangilik gulimiz bor ekan bu tarafda. Bu yana mana bitta yangilik gulimiz bor. Buni ko'rsanglar bo'ladi, yuviladi. Buni ham razmerlari bor. Bu eng katta razmeri hozir men qo'limdagi. Buni narxi 950 ming so'm. Buni ham kamini qilib Kamini qilib beramiz buni ham. Bu ham yangilik gullar. Mehmonxonaga va yotoqxonaga qo'yiladigan gullarimizni mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda yangiliklarimiz ham bor ekan. Bu yerda yangilik gullarimiz bor. Mana malacha gullarimiz, daraxt gulini ham ko'rsatdik buni. Mana taylari Xitoy fabrichniy. Mehmonxonalarda goldmi, high-techmi hamma nimaga tushaveradi. Guli bilan birga uyg'un tushgan. Buni narxi 320 ming so'm qilib beramiz buni. Bu gulimizdan bor. Bu ham kala guli. Trenddan hech qachon qolmaydi, yuviladi. Hamma ko'rsatayotgan gullarim yuviladi. Buni narxi 300 ming so'm kamaytirib beramiz. Keyin bu yerda bunaqa gulimiz ham bor. Ramashka gulimiz mana. Dekorativniy qo'shimcha zelenlar bilan ishlaganmiz bunda. Hammasini tagiga e'tibor bersangiz, mehmonxonalar uchun gold sifati yaxshi, original ishlar. Buni narxi 300 ming so'm kamaytirib beramiz. Bu yerda mana kichikroq gullarimizdan bor. Bu termolarning ustiga, oshxonalarga, yangi kelinchaklardan komodlarning ustilariga qo'ysa bo'ladi, 200 ming so'm kamini qilib beramiz. Keyin hozirda trendda chiqayotgan bunaqa sumkachali gullarimiz bor. Mana buni ham gullari yuviladi, ko'rsatsangiz bo'ladi. Toshlar bilan dekor ishlaganmiz. 220 ming so'm qilib beramiz buni. Bu yerda mana stiklarni xohlamasa, mana bunaqa turdagisi ham bor. O'zi sumkachali kreativniy chiroyli gullarimiz buni. Buni narxi 250 ming so'm qilib beramiz. Sovg'alarga juda bop. Sovg'alar bop, sovg'alarga, juda ayollarga kerakli gullar bilan mana xursand bo'ladi. Yengil, narxlari unaqa qimmat bo'lmagan. Hammasini narxini tushib beriladi. Bu tarafda ham haligi sovg'aga berilgani, Sovg'aga beriladigan gullarimiz, misol mana bu oddiy vazani tanishtirsak, bu Xitoy fabrichniy chinnidan tayyorlangan bu. Ichlarini ham unaqa qilsangiz bo'ladi. Men hozir sotuvdagi narxida 190 ming, savdolashilgan narxida aytdim. Sotuvda bularimiz 160 ming so'mdan chiqarib bera olamiz. Bo'ylari baland, 30 cm chiqadi. Bunga ham живой solsa bo'ladi, suv ko'taradi, ham sun'iy gulga aytaveradi. Bu yerda vazalarimizni hammasini ko'rsatsangiz bo'ladi. Bular narxi shunaqa 160 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz, chiqarib beramiz. Xudo xolsa sindirmasdan idishlari bor, po'kaklarga solib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Bu ham hali boya aytganingizdek boya ko'rsatgan sumkachali gul tayyorlaganimiz, bunisi tayyorlanmagan holatda. Bu idishimizni o'zi 120 ming so'm. Sovg'alarga juda ham ma'qul keladi. Mana vibrlarimiz juda ham ko'p vazalar. Pastak gullarimiz ham kichkina gullar, kuxnalar uchun, spalniy xonalar uchun moslashgan. Bu gullarimiz 50 ming so'mdan. Ko'rsanglar bo'ladi. Idishlarini, gullarini har xil qilib tayyorlab berish xizmatimiz bor. Sovg'aga ham opa-aka, opa-singillarga bergan sumkalariga solib, chiroyli qilib jo'natib beramiz. Dastlabkani ham o'sha aytganimizdek hamma viloyatga bor. Dastlabki xizmatlarni ham o'rga qo'yganmiz. Mana tepada ham har xil vazalarimiz ham bor ekan demak. Mana. Endi Barnopa bu tarafdagi metrajli gullarimizni aytaylik-da. Metrajli gullarimizdan ham ko'pchilik so'raydi baribir. Bu metrajli gulimiz bor. Buni bo'yi 150 cm chiqadi. Narxi 20 ming so'm. Agar optim oladigan klientlar uchun narxi yana tushiriladi. Bu barkimiz, bu gulimiz ham shunaqa, bo'yi 150 cm. Buni narxi 30 ming so'm qilib belgiladik. Buni guli ko'proq, qalinroq ishlangan. Bu yerda arzonroq variantimiz bor. Mana buni ko'rsangiz 18 ming so'm. Guli ozroq, 18 mingdan qilib beramiz. 210 cm bo'yi buniki. Buni rasvetkalarini ko'rsatsangiz bo'ladi mana. Qizil ranglardan bor. Oq, qizil, pushti, sarig'idan ham bor ekan. Mana sariq, hamma rangidan bor. Keyin barglarimiz bor. Barglarimiz optim pachka narxiga oladigan bo'lsa 55 ming so'mdan, donaga oladigan bo'lsa 6 ming so'mdan.
Albatta bizga optim narxda ham kerak, chunki klientlar yozishdi. Savdoga, do'konga olgani qanchaga berasizlar deb, ularni ham arzonlatib beramiz. 12 donada bunaqada uzunlikda bo'ladi. 12 ta bo'ladi shundan. Buni santimetri 220 bo'ladi. Agar pachkaga oladigan bo'lsa, bunisi 55 ming so'mdan, buni katta barglilarimiz bor. Bunimiz 60 ming so'mdan. 12 ta bo'ladi buning ichida. 12 dona. 12 dona 220 santimetrlikdan 12 dona bo'ladi. Xo'p. So'yli nimalarimiz, chinlarimiz, sun'iy chinlarimiz Sun'iy bular. chinlarimiz bor mana. Ko'rsangiz bemalol buni grant oldiga ishlagan keladi, bemalol tashab mana yuvsa, tayyorlasa bo'ladi mana. Mahkamlangan, hech narsa bo'lmaydi. Bular narxlari ham 85 ming, 80 mingdan qilib beryapmiz. Optim oladiganlar sizga aloqaga chiqsa, kamlarini yana ham tushirib beramiz. Qancha ko'p bo'lsa shuncha arzonlashadi. Optimiga bunisi Ziberlarini ko'rsanglar bo'ladi mana. Bunda ham boshqacharog'i. Kecha narxlarini aytish esimizdan chiqdi. bunisi arzonroq varianti. Bunisi arzonroq varianti 70 ming so'mdan optim olsa yana gaplashamiz. Ana qadrdonlar, aytib o'tganimizdek, har qanaqa qaysi gul bo'lishi qat'iy nazar 3 donadan oshiqcha ortiq olsanglar, optim hisoblanadi bu. Donaga bo'lsa, dona narxini ham aytdik. Optimiga yana ham arzonlatib beramiz. Kommentariyada savollar bo'lsa, bemalol qoldirsanglar bo'ladi. Mana bu yerda yana yangiligimiz bor ekan. Bu yangiligimiz bor. Bu mana hozir yopilgan holati, mana bu ochilgan holatda. Kecha sizga ko'rsatamiz dedik, esimizdan chiqdi mana. Bo'yni ko'tarib, tushirib, o'stirib mana qilsak bo'ladi. Bu kafelar uchun qilinsa bo'ladi. Mana. Mana shu holatda buni o'zini naqasiga bog'liq mana. Ko'taradi, qancha tushirsa ko'tarsa, naqasi baland-past bo'laveradi. Uzaytirmoqchi bo'lsa bo'y pasayadi, ko'tarmoqchi bo'lsa balandlashadi. Buni shu turish holati 300 ming so'm deb hozirda sotuvda bor. Yig'ilishlari ham oson, yig'ilganda. unaqa qiyin emas, yuvishga oson bu ham. Orqalari mana nima chiqib ketib qolmaydi. Bemalol qo'yib, suv sepib yuvsa bo'laveradi. Yog'ochdan ekan bular. Yog'ochdan mana. Videomizda eng katta yangilik shunisi bo'ldi. Kafelar uchun bemalol mana bo'yni o'stirmoqchi bo'lsanglar pasayadi. Mana o'zi cho'zilib, bo'y past holatda bo'ladi. Bo'yni o'stirmoqchi bo'lsak, uzunligidan jicha kamayadi. Ko'tarib bo'larkan demak. Ko'targan holatimizda shu holatda to'xtaydi. Hozir videoda yana ham sizlarga ko'rsatib bera olmayapman. Mana uzana olsam, hozir 2,5 metrdan oshdi men shu holatda. Shunaqa bo'ldi. Hozir bo'y past hol 60-70 sm bo'ladi bo'yi shunda, 220 holatida. Mana 120 130 holatida mana 1 metrdan oshadi. Kafelarga juda bop ekan demak. Kafelarga, uylarga, misol hovlilarga, so'rilarda atroflariga qilsa chiroyli chiqadi. Besetkalarga ham. Da, besetkalarga qo'ysa ham bo'lsa chiroyli. Bu o'zimizga ham yangilik keldi. Sandiyor bu ishlarimiz. Mana endi bugundan sotuvga chiqardik o'zimiz ham. Mana shu turgan holatda 300 ming so'm. 300 ming so'm shu holatda. Shu holatda turishi endi mijozni o'ziga bog'liq. Qaysi tarafda qiladi? Bo'yi uzunmi, kaltami? O'zini xohishi. Mana bu ham qimmat emas, juda ham o'ziga mos chiroyli narxda aytildi 300 ming so'm. Ana, qadrdonlar, yangilik so'raganlar uchun ana yangilik bo'ldi. Aytib o'tganimizdek, optim olsanglar 3 tadan ortiq bo'lsa, optim hisoblanadi. Qolganlar donaga ham chiroyli narxda qilib beriladi. Do'konga olmoqchi bo'lsanglar ham arzon narxda qilib beramiz. Ko'pchilik yozishdi, boshqa viloyatdan ham telefon qilishyapti. Savdogar, tadbirkorlar, akalar, opalar bemalol aloqaga chiqsanglar, arzon narxda qilib beramiz. Qadrdonlar, gullarimiz, biberlar juda ham ko'p. Manzil Andijon shahar Yangi bozorda. Nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar, ma'lumotni to'liqroq berib o'tamiz. Telegram, WhatsAppimiz doim ishlab turibdi.